Şahsının ustazı kim o? Muhammed bunu kısıqadığan dostlar. Önce kulüp bir tane yaxşı jürgünlerini bir betip, devamlı anlanlar. Kısa kıdı bayan. Garip Sayat namlı Kaysar 4 kilo askerlerden açıda hemmimiz en amrak, en kızıqıdığan, hemmeyle yaktırdıgan bir eser. Hem de bu eserdeki bu yetki Şahsın degan bu personaj Nurgullarga bir qarşı adetgidek, lekin tigidek, undaq oddiy emasdek, mushundaq tuyg'u burdi. Shunami? Hem de butkul Garip Sayat namlı eseri qarsak, her qandaq bir alayda personajlarning cho'qin bir katta evliya ustozi var. Erishdiki katta evliya ustozlarning mu cho'qin bir shogirdi var. Masalan, Nurjanning deymiz, Arlanshanning deymiz, Sunukuning deymiz, Jubajining deymiz. Shunami? Unda olsa bu yerdeki Şahsınınki ustazı kim o? Ba'zida chaqchaqqa Tangsing deydi, to'g'ri? Tangsing ustazi. Biroq bu yerda Tangsingning ustazi degandan ko'ra, buning rahbari, boshlig'i degan tuzuk, shunami? Uning ustiga bu yerda Tangsing Şahsingga hech qanday ilm mahorati, sehr, jadu ishni o'rgatmadi. Faqat qanday odam bo'lishni o'rgatgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerdagi Şahsingning ustozi kim o degan savolni so'rganlarmi? Şu chuqur bu yerdagi Şahsingning ilm mahorati, sehr karomatlarini kimdan o'rgandi, mana shuni o'rgatgan ustoz kim o deganni ko'z tutyapti. Endi bu yerdagi Şahsing qarsak, Tangsinglar Yushaxi Oqarqum daryosiga kelgandan keyin buni bo'ysundiramay turgan vaqtimizda avvallik Suvarani shogirdi Muja Tashqirayib Xuyan, ya'ni Nurjanning ikkinchi akisi mushkilib Şahsingni Oqarqum daryosidan chiqirdi. Bu chiqqandan keyin ustozning kasbini salom bermaysa degandan keyin oldiga berib Şahsingni dedi, "Men avvallik Suvaraniki buyrug'i bilan o'zini saqlayotgan. Men asli Arish ordusiga Yuri sultonning parda qayrug'uchi sarkardisidim" deydi. Bu nima degan gap? Bu Yuri sultonning Teshin Bobiyovsi degan gap, parda qayrug'i sarkarda degan gap. Hali burunqi podshoh katta amaldorlar mapida o'tirgan vaqtida pardisi va da ochdigan hali xoshinniki to'l ko'rgan bo'g'aytinglar. Naqmash Yuri sultonning qashi turdigan, ya'ni bugungi zamondagi hali Zungtunglarning mashinasining ishigini ochib turdigan Bobiyovsi degan gap. Boshqa bilan tang o'rin turdi. Unda esa Şahsing'niki Ellen Marti demek herkes töven emez. Yorun Sultan Ellen Marti töven birisini bir yere ekenmeydi. İkinciden bunun ustazı çokum Yorun Sultan xil hürmet kıldıgan. Erish ordusida xil inavati va bir odam bo'lmasa, bu bir shogirdini eklab Yorun Sultanning qishda xizmat qilish degan oson gap emas, tushunami? Şahsingning bu yerga amal mansubi qarsak, garchi bu yerdagi jubajiga yetmaydi. Amaliy cho'ng amalda qilmagan bilan Yorun Sultanning qishga boradigan har qanday bir buyruq, har qanday bir gap so'z Şahsingning oldidan o'tadi. Tushunami? Demak, buniki amaliy huquqini boş chaqlashga bo'lmaydi. Unda esa asarda aniq qilib Şahsingning ustozi kim o deb Buchongan apandim yozib ekanmi deganda yozilmagan. Biroq bu asardagi nurg'un tahlillarni biz tahlil qilib mandaqqa dedik-ku, Şahsingning ustozining uchirib qarsak, bu yerdagi Şahsing Tangsingga mana Oqarqum daryosida men ayni vaqtda To'g'ash vazmisda muqaddas chiroqni o'chirib qo'yganligim uchun, uyib chaqayotganligim uchun meni asli o'limga buyurgan. Keyin shu vaqtning o'zida bir katta avliyo chiqib buning jinini tilab qoladi. Shuning bilan Oqarqum daryosiga buni olvos qilib band qilayotgan meni deydi. Unda bu avliyo kim o desanglar, Shujavdashan. Garip Sayat namlı kasarda ikki so'ngdashan va birisi Joyvendashan. Joyvenzalik odamga muyusning ustozi. Bu zimindagi eng katta avliyo. Erishkisi bo'lsa Joyvendashan. Eliq yo'g'an qo'saq Jubajining ustozima deydigan mayad yo'g'an majinlar shunami? Endi men Sunukun erishni ma'lumot qilishdan burun chiqdi. Mush vaqtda Sunukun buni bir ahmoq qilib qo'ydi-ku. Mush vaqtning o'zida bu avliyo deydi, ha? Har yil To'g'ash bazmizda avval Milu Sarayga bordik, bugun nima uchun bu yerga borganmiz deydi. Demak, her qıtımlıq To'g'ash bazmizda erishdik eng katta ziyofatda bu avliyoni tunji eng cho'ng mehmonlar ustida taklif qildi degan gap. Demak, Yorun Sultonning oldidagi inavati cho'ng. Ayni vaqtda bu yerda Şahsing shu gunohni o'tkazgan vaqtning o'zida Shujavdashan o'tirg'i tushib, buningki hayotini tilab qoldi. Demak, o'zining shogirdi o'g'ashqa, ma'lum bir hayotini tilab qolay dedi. Bu hayotini tilab qolganlik uchun Yorun Sulton chiqilinib turgan vaqtimizda Taybay Jinshingni tang o'tirg'i tushib, şunu bilan ma'lum yüzünü qilishlar mashq tushgan keyin Yorun Sulton bo'pti deb bu yerda Şahsingning bir qo'shiq qinidan kichib buni Oqarqum daryosiga band qilayotgan. Shuning uchun mush uchurlarga tahlillar qarsak, bu yerda Şahsingning ustozi shu Shujavdashan bo'lishi bakarak ehtimolga yaqin. Unda sizlar qanday o'ylaysizlar? Piyonchilik ko'z qarashinglarni qoldiringlar.
Garip Sayat namlı eserini to'xtatib qo'ymaymiz. Bundan keyin qisqarliq mazmunlarni davomli yo'llab berma. Har biringlarning so'ragan savoliga bugun ma'lum bir savolni so'rsanglar, voy maqlar deb aytlam tatib bu filmni ishlab bo'lganga unda fursat yo'q. Mening vaqtim cheklik, zehnim cheklik. Lekin bundan keyin yeni mayli 4 klassik asar bo'lsin, so'zlab baxmagan mazmunlar olsun, davomli to'liqlab, texmi beytib, sarxillashtirishga men davomli tirishma. Shuning uchun sizlarni birato'la haqsiz yurgunlarni aymanglar. Göncu qilishdan qizg'anmanglar, ishtahli qilib. Pinglunjuda hech bo'lmasa bir xo belgisini yaraysan gaplarni yo'llab qo'yishni unutib qolmanglar. Rahmat.